Assalomu alaykum muslimalarim, yaxshimisizlar? Men bugungi vlogim o'g'limning maktabi haqida bo'ladi. Ya'ni maktabida biznes fair o'tkazilayotgan ekan. Bu degani biznes bozori, ya'ni har bitta inson o'zi narsa pishirib o'sha maktabda sotish ekan. Ertaga Target maktabida biznes fair bo'ladi. Shuning uchun bugundan tayyorgarlikni boshlab yubordim. Hozir esa jarayonni birgalikda ko'ramiz. Mana bu yerda bulchkani tayyorlash jarayonini sizlar bilan ko'rsataman, lekin har doim videoga toza joyi, akkuratli joyi tushadi, lekin men sizlarga kadr orti jarayoni bilan ham bo'lishmoqchiman. Mana ko'rganingizdek, kadr ortida shuncha joy yoyilib, chunki bitta narsani tayyor bo'lgunigacha katta harakat kerak bo'ladi. Ya'ni o'zingiz qilsangiz oddiy oson tashlaysiz, lekin bunda hamma yoyilib ketadi, chunki siz syomka qilishingiz kerak bo'ladi. Hamma narsani oldindan tayyorlab olish kerak bo'ladi. Bu narsani fotobloggerlar juda yaxshi bilishadi. Mana endi bulchkani xamirini tayyorlashga o'tamiz. Sizlar bilan birga tayyorlagim keldi. O'zi bundan bitta qilib qo'yganman. Endi bu ikkinchi marta qilaman, chunki ko'proq qilmoqchiman. Bu yerda mana 1 choy qoshiq tuz, bu yerda esa shakar. Endi mana bu drojadan 1 qoshiq solamiz. Instagramda ko'p prosmotr yig'gan va ko'p odamlardan rahmatlar olib kelgan aynan mana shu retsept bo'ladi. Ko'pchilikka yoqdi. Mana shu retseptni men o'ylamagandim. Bunchalik darajada prosmotr yig'adi, odamlar rahmat aytishadi deb, lekin juda ham xursand bo'ldim. Haligacha tepadan kelaveradi. Like bosilgan, chiroyli rahmatlar yozilgan kommentariyalar. Shuning uchun Instagram auditorimga ham kattakon rahmat. Kattakon chaqamiz va yog' solamiz. 80-100 ml atrofida yog' solsak bo'ladi. Keyin bu masalani yaxshilab birlashtirib olamiz. Bir-biriga aralashtirib keyin un solamiz. To'g'risini aytsam, men uzun video formatda retseptlarni ancha bo'lib bunaqa formatda olmaganimga, chunki oxirgi marta shu 2020-yilda 1 yil davomida YouTube'da aynan futbolgerlikni olib borganman. O'sha paytda kanalimning nomi Cooking TV bo'lardi. Aynan auditoriyam chet el auditoriyasi bo'lgan, o'zbek auditoriyasi kam edi. Lekin ayrim sabablarga ko'ra kanalim 1 yil bo'lganida o'chib ketgan. O'shandan keyin futbolgerlikka qadam bosmay qo'ygandim. Lekin shu Instagramda sekin yana bir odam tortib shu sohaga aynan shorts formatida videolar olishni boshlagandim. Chunki u payt Instagramda hali unaqa mashhur emas edi, ya'ni o'sha sababdan ham hozir hamma short formatda oldingidagi uzun bittalar tushuntirish emas, tez o'rgatib ketirish hozirgi paytda trendda bo'lgan uchun o'sha formatga o'rganib qolman. Menga sal odam yo'qlik bo'lyapti. Endi un solamiz. Un solib, yumshoqqina xamir qilamiz. Buni ham ko'rsataman. Men 400 gram un solganim yetmadi. Endi hozir yana 250 gram un qo'shyapman. O'shanda 650 gram un bo'ladi. Mana xamirimiz o'sha tayyor bo'ldi. Yumshoq, qo'lga yopishmaydigan xamir bo'ladi, lekin jami qanaqa ham bo'lishi kerak emas. Endi buni tindirishga, savatga olib qo'yamiz. Ustiga strech qilamiz. Strech qilib issiq joyga qo'yishimiz kerak bo'ladi. Odamlar blogerlarga borib o'rganishyapti. Oldinlari uyda, ya'ni pishiqchilikdan xabari bor ayollar o'tishardi. Aynan meni onamlar ham uyda shu qizlarga, yosh qizlarga aynan shu pishiriqchilikdan dars berardilar. Ya'ni shunaqa narsalar o'rgatardilar. O'sha ham menga o'tganman. Chakchaklarga zakazlar qilardik, tortlar qilardik, rosa bayramlarda, hayitlarda 100 taraf chakchaklar qilardik. Uyimizda pishirib kuydirib tinmasdi xullas. Xamirni tindirishga olib qo'ydim. Endi bu yoqlarni yig'ib olamiz. Qani keting. Balki uch yil bo'ldim va nihoyat ish jarayonida ozgina tartibsizlik bo'ladi. Bu oddiy hol, keyin esa hammasi o'z joyiga tushib toza bo'ladi. Shunaqa bola yo'g'ida hamyon toza qolmasam, bola kelganida bu ishlarni qilish ozgina murakkabroq. Bolalari borlar meni juda ham yaxshi bilishadi. Men xamirni pishirishga qo'yib, bolalarni endi bog'chadan olib kelishga ketyapman. Balki bolalar bilan birga qilishimiz mumkindir. Bilmadim endi unisini. Xudo xolisa, iloyim o'xshab chiqsin deyapman. Va birga ham pishiradigan narsa, riskli narsa-da. O'shanga ertaga bilmadim, o'zi biznes fair bo'lyapti deyishdi. Menga endi siz o'zingiz futbolgersiz, narsa pishirib bering o'g'lingizga deb aytishganiga, men ham shu narsa pishirib shu bo'lishgani aynan eng ko'p prosmotr yig'gani uchun o'shani qilishni mo'ljalladim. Endi hozir mashinada o'tirsam, yana beraman. Xullas shunaqa. Endi yog'ni pishganda ko'ramiz. O'zim ham hayronman, ertaga nima bo'ladi. Yana qancha masalliq ketganini, necha pullik narsa ketdi deb ularni hammasini hisoblab bering deyishdi. Uni sotilar ekan. Ya'ni sotib bularda shunaqa darsi borki, Qo'rq maktabligida biznes darsi bor. Bir nimalarni sotib ko'rishadi, bir nimalar qilib ko'rishadi. O'shanga biznes darsi kerak ekan. Mana shu ko'chalardan yurib olib kelaman. Biznes darsida kim yaxshi foyda qilishmi, bilmadim, shunaqa o'tiradi. Mana bog'chadan уже chiqdik. Endi ketyapmiz. Mana bunaqa narsa yasashibdi. Disk bilan marojniy cho'pidan. Ham bir pasda bekib olgan. Yaxshi. Nima bekyapti? Mana endi hozir uyga ketib, xamirni mana endi akasini kutishyapti. Chiqishini. Yaqot. Ana endi bu ham to'sib oldi yuzini. Yaxshi. Tezda o'tirib ana qo'shibdi. Akasi ham chaqira keladi chiqdi. Farqi yugurib kechirib baqirdi. Bolalarni maktabdan, bog'chadan olib kelib oldim. Endi esa boya qilib ketgan xamirimni olib, suvolechalarga bo'lib oldim. Bu jarayonda qo'lni yog'lab qilmasa, bu yopishib qolgan xamir bo'lgani uchun qiyin bo'ladi. Shuning uchun bitta etapda yog'lab qilaman. Bolalar bilan qilmoqchi edim, qarasam, ular charchab qolishibdi, chunki bog'cha, maktabda bugun ko'p mashg'ulotlar o'tishibdi. O'shani hisobiga uyga olib kelib, ularni qornini to'ydirib, ovqatini berib, darslarni qildirguncha уже kech bo'ldi, uyquga kelib qoldi. Bolalarni uxlatib, o'zim tinchgina qila qoldim. Pultram tayyor bo'ldi. Endi bularni olib ketamiz, ya'ni qurtam qildim. Quyonchalar ko'zchalari bilan
va orqalarini bunaqa kichkina nimalarga ham solib qo'ydim. Striklab qo'ydim alohida. И so'zmadan qutdan qildik. Nima ketamiz. Xullas, bugungi tongimiz shunaqa boshlandi. Mana bugun maktabga yetib keldik. Bugun biznes fair bo'lyapti. Endi kiramiz ichkariga. Maktab yoshdan biznesga qadam. Odam juda ham ko'p. Mana bu yerda bizneslar, robotlar, oyoq kiyimlar, chinnilar, qimlar. Hamma o'zi narsalarni ochishyapti. Bu yerda mana shaxmatlar, yana nimadir bizda kitoblar, hammada har xil narsa. Kitoblar, nimadir. Mana bu yerda mana zaychiklik. Mana bolalar, xullas hamma harakatda. Bu yerda gullar, sotishyapti. Har xil narsalar. Mana уже birinchi pullar. To'la odam, to'la mashina, shu yoqqacha odam to'la. Juda ham odam ko'p bugun. Hammasi mana shu bu yoqligicha ham maktabga kelganlar. Mana stoyanka ham постоянно bo'sh turardi. To'lib ketdi stoyankalar ham, mashinalarga. Вообще. Mana bu yoqlar ham. Mana bu stoyankaligacha ham уже to'lib ketdi. Mashinalar, bu yoq ham mashina. Mama stoyanka ham to'lgan. Bu stoyankada почти mashina bo'lmasdi hisob. Shunaqangi ko'p mashinalar. O, darshi yana уже ketyapti. Mana botlar ham hamma yoq to'lib ketdi. Lekin bitta narsani shunaqangi zo'r foyda berdi. Mana shu biznes fair. Aslida bu o'zi bolaga pul haqida tushunchaga ega bo'lish uchun, ya'ni sotish tushunchasi bo'lish uchun qilingan narsa ekan va o'sha maqsadga erishildi deb bilaman. Ya'ni o'zimni farzandimda shu narsa bo'ldi. Bitta narsani narxini aytsak, uchun 100 minglik narsani mensimasdi. Qanaqa ma'noda? Bu narsani qimmatga oldim. Nech pulga oldingiz derdi. Keyin 100 mingga oldim desam, voy 100 mingga olibsiz, votiga deb tushunardi-da. Ya'ni 100 ming уже topsa bo'ladigan hech narsa emas pul deb bilardi. Bu yerda bo'lsa o'zi bor juda jahdini berib, hammaga olinglar deb o'zi sotdi. Haqiqiy sotuvchilarga o'xshab ketdi. Men ham ko'rib, bu rostga sotuvchiligiga ishonib ketdim o'zim ham. Shunaqangi qiynalib, charchab yurib, nechtadir 4 dan 5 ta bo'lchkasi qolganda, uni qolganini yurib odamlarga olinglar deb sotib, o'zicha endi obedgacha bo'lgan bo'lsa, ko'p pul ishladim deb o'yladi, lekin pullarni hisobladi. Endi qanchadir pul ishladi, xullas o'shanda qolgan foydasini, tan narxini chiqarib tashladik. Qolgan foydasini o'zini hisoblaganda, "Voy, shuncha yurib, shuncha pul topdim atiga" deb aytdi-da. Keyin men aytdim unga, "To'g'ri ko'rdingmi, mana sen hamma pul topgan pul u odamni o'ziniki bo'lmaydi. Foydasigina o'sha odamniki bo'ladi. Pul topish oson narsa emas. Ko'rdingmi, qanaqa qiyin pul topiladi" dedim. "Agar sen maktabda yaxshi baholarga o'qimasang, kelajakda xuddi mana shunaqa qiynalib pul topasan. Agar sen yaxshi ishlasang, yugurib yurmaysan, odamlarning oldiga borib narsalar olib yurmaysan, qachon odamlar men narsamni sotib olarkin deb yurmaysan, o'zi qiynalib odamlarga qarab pul topmaysan. Miyan yaxshi ishlaydi. Yaxshi o'qisang, bilimlaring bo'ladi. Sen miyan ishlatibgina hech qayerga yugur qilmasdan faqat boshini ishlatib o'zini pul topa olasan" deb aytdim va u shu narsani tushunib yetdi. Mana bu yerda ham bolalar xil grafik dizaynlarda qilishgan, saytlar yaratishgan. Juda ham qoyil qoldim. Bayrola. Что на место никто не стоит. Если пул никому не Juda ham ko'p rasxod qilamiz.
ekanmisizlar? Nechinchi sinfsizlar? 3-sinf. Roboti. Ajoyib roboti. Yo'q. Bu feslarni ko'taradi. Burada yurarkan hammasi. Bu o'yin. Baklar asosida analiz qilinib, undan keyin hujum. Ham himoya, ham hujum o'rgatildi. Bizning kursimizda o'qib chiqqan inson o'ziga dasturni yo kiberhujumchi chunki biz buni mana pul o'qidimi, SMS firmasimi bor. Xullas, hamma narsa bor. Yo'q narsani o'zi yo'q. Bu yerda mana sumchkali, chiroyli monochalar yasashgan. Xullas, hamma narsa bor. Bular nima ekan bular? kabinet ochib o'zini informatsiyasi, o'zini Kompyuter sotyapsizlarmi? ham bizim o'zimizni saytimizda Saytlarmi? Hamma bular ham saytlar. Qanaqa sayt? Ovqat sotasiz? Siz bemalol ovqatlar bo'lsa bo'ladi. Vegetarianlar uchun qanaqa ovqatlar yaxshi tavsiyalanadi masalan? Nechinchi sinfsizlar? 7-sinfman. Retseptlar ham bor-da. Mana retseptlar bor. Qaysilar qanaqa kaloriya bilan ishlaydi? Bu yerda hozir front-end bilan web dizayning ishlatilgan. Web dizayning mana shular joylashuv, mana bu shriftlarni, yozuvlarni qilib bergan. Ana front-endchi esa buni hammasini to'ldirib bergan. Hech pulga sotyapsizlar bu sayt? Homepage 100 dollardan, qolganlarini 5 dollardan qilib beramiz. Bu aksiya bo'yicha 5 dollardan. Keyin mana bu qancha ko'pligiga qarab turib skidka qilib berishingiz mumkin. Nechinchi sinfsiz siz? 7-sinf. Молодец. Omadinglarni bersin. Qanichi? Vizitkalaringlar ham bormi? Vo, молодец. Rahmat. Mana bu yerda har xil saytlar yasashibdi. Shu saytlarni reklama qilishyapti. O'zlari hamma o'quvchilarning ishlari bilan tanishib, hammasini ko'rib chiqishyapti. Mana bu yerda ham nima bu? to'qoladigan. Quyoshdanmi? Chiqarasizlar. Молодец. Quyosh nurini bitta nuqtaga beradi. Bitta nuqtaga kelganda bu yerda aytaylik 700 gradusdan 1800 gradusgacha temperatura bosib bo'ladi. Hozirgi holatda ko'rsatib berishim o'tgan ishlarimizda izolyatsiya yerga qo'ysak, bu yerda alyuminiy yerdan temperatura bosib bo'ladi. O'sha temperaturani kinetik reaktorlar plastiklar yordamida qo'lda effektivlik bunda kamroq. Keyingi narobatkalarimizni biz berguncha o'sha parovoy generator deydi. Parovoy generator mexanizmidan qursak, kilovatdan 5 kilovatgacha bo'lib berishim mumkin. Minimum 2 kilovatda. Chunki bu yerda minimum 600-700 graduslarga 1800 gradusgacha tomga menga 4-5 ta qo'yinglar-da. Svet chaqiryapti. hozir endi o'zim prototipda bu palmeni deb ishlatganman. O'zimizda nur qaytarishi yuqori bo'lishi uchun oynalardan foydalansak, bundan ham yaxshiroq effektli bo'ladi. Svet to'la jonga tegib bordi. Mana faqat maktabda tomga bo'lsak bo'ladi. Qaysi filiali? Istirohat filiali. Xullas, ko'rdinglar. Mana svetni quyoshdan svet oladigan, energiya oladigan narsa topishibdi. Mana bu yerda ham o'ziga ishlab chiqarishgan narsani. Xullas, yarmarkada hamma narsa bor. Mana o'ziga topishibdi. 15 ming so'm. O'zinglar qildinglarmi? Mana zo'r. Zo'r chiqasa bor. Молодец. Yarmarka uçuyoruz.
beraman. Bo'ladimi? Nima beraman? Bo'ldimi? 35 ming. 35 ming deyapsanmi? Ana savdo qilyapti. Juda arzon narx belgilabsan-da. $50 javob. Buni qo'shib bersin ham. $50. Mana bu narsa quyoshdan tok oladigan narsa ekan. Yasashibdi. Quyoshdan energiya olib tarqatadigan. Barabandan antennasidan chiqishibdi. Masalan, shu kattarog'ini yasinatsak, уже aytadiki, uborishga kerak bo'lmay qoladi. Shunday ko'chalarni Bu o'zi tozalab beradimi? ha, mana multikulis telefonda boshqarib yurasiz tadqiqligini suv solasiz ikkaloviga, bittasiga parashokli suv, bittasiga oddiy suv solasiz. Uni birlashadi, tushadi. Bir yog'i mana 6 talik motor qo'yilgan, u shu 9 motor. Tozalab ketiradi. Telefonni boshqarib ketirasiz. Zo'r narsa ekan. Mana mashina ishlab chiqarishsa, Shuni kattaroq qilsa, Zo'r bo'ladi. chiroyliroq qilib yasashsa, maktabga уже anaqa kerak bo'lmay qoladi. to'g'ri. Hamma yoq toza turadi, o'zi qilib beradi. Bugunga-da, Har xil narsalar yasashibdi. Mana biz uyga kelib oldik. Shu strikkina bo'lib, hamma qurtlarni ham sotdi. Birlagan qurtdan mashi qoldi. Menga mana bunaqa naushnik olib berdi. Ukasiga o'zi mana podarka olib, o'sha yerda bor sotayotgan bolalarning narsalardan sinisiga oldim men buni. Mana bunaqa narsalar olib berdi sinisiga. Keyin mana Mamatda o'sha bo'lishkani sotgan pullari, o'sha qurt bo'lishkalarni sotgan pullarni olib qo'ydi. Pulni, ya'ni to'g'ri boshqarishni o'rgandi. Ozgina miqdorini ishlatib, ozgina qolgan miqdorini olib qo'ydi. Boshqa hammasini ishlatib yorgani yo'q. Misol uchun boshqa bola bo'lganida buni yoshligi hamma puliga narsa ishlatayotgan bo'lardi. Chunki u yerda har xil narsalar ko'p. U bo'lsa tejab pulni boshqarishni o'rgandi. Shunaqa qilib bugungi vlogimiz tugadi va targetdagi bir kunimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Mana bu mana bu ham narsalarni ochyapti. Assalomu alaykum aka. Mana уже yasashni boshlayapti. Bu bo'lsa taglukalarni ochdi, siraylarni pastroq tushirgan ko'rmayapti. Yana ham. Mana bu o'ziga hisob-kitob qilib, foydasidan o'zi sotgan pulni olyapti, rasxodlarni chiqarib tashladik-a. Shunaqa qilib tugadi. Bugungi kunimiz hammasini hisob-kitob qildik, foydamizni bo'lishdik. Bog'chadan olib ketgani keldim. Bog'chaga bunaqa zeleniy plashatka qilishibdi. Bu basseni. Bunaqa yangi plashatka qo'shibdi. Futbolniy polе ekan, вот kachelniy. Shunaqa kachellar qo'yib qo'yishibdi. Endi tayyorlanamiz ertangi kunga. Yozda uchilinadi, xudo xolisi bo'pti bolalar. Mana bu oshpazlarning xonasi. Mana bu orqa eshik. Yo'q, unga suvga chiqmang. Bu esa men. Endi orqa tomonlarini ham ko'ramiz. Bu yo'llarni ko'rdik. O'zi eski bo'lgan, eski bog'chani remont qilib, chiroyli holga keltirishgan. Bu yangi qurilgan bog'cha emas. Qanaqa qaranglar, chiroyli qilib qo'yilgan eski bog'chani. Nimamizda har bittasiga ranglar qilib dedi. Xudo xolisa mashitdan olib ketamiz bolalarni. Mana bu bog', har xil archalar ekilgan. Busi bog'cha. Polniy. Archalar ham katta-katta eski, ancha yillik. Taxlarni qaranglar, archalarni. Bog' haqiqiy chiroyli. Oldingi bog'chamizda ham shunaqa katta-katta archalar bo'lardi. Qora qamish deydi.
kirib kelayotganda shunaqa bog'idan yurib kirib kelardikda. Xuddi bog'i archalarning orasidan kirib kelardik, zo'r edi. Qoraqamishdagi bog'chamiz ham mana bu ham bizga yoqdi. Mana shu tepadan uchib tushishi. Shu nimasi anaqa ekan bularga, shu nimasi qiziq ekan. Tepadan uchib tushmoqchi. Mana bu bog'chani oldi tomoni. Ketdi, yura qol. Ha, shundan tusharmish-da, dumalab tusharmish. O'ja! Endi esa o'g'limning maktabini faoliyatidan ozgina bo'lsa ham lavha qo'ymoqchiman. Bu maktabning shu sistemasi yaxshiki, maktabda tutor xizmati bor, ya'ni maktab kuratoridan, sinf kuratoridan tashqari bularda qo'shimcha tutorlar ham ishlashadi. Bolalar agar darsdan qolib ketsa, darsga yetmay qolsa, yoki uy vazifalarini qila olmasa, tutorlari u bolalar bilan shug'ullanishadi. Mana bolam matematikadan ancha tushib ketgan edi. Ustoz mana shu tutorlari uni ko'tarishib, darsdan keyin shug'ullanib, ancha yaxshilab berdilar. Endi esa biz 25-martda bo'ladigan kenguru musobaqasida matematika bo'yicha tayyorlanyapti. Har shanba kuni chiqarib yuboraman. Qo'shimcha maktabdan so'ragandim, ma'muriyati qo'shimcha qo'yib berishdi. Shanba kuniga chiqib farzandim alohida shu shug'ullansa bo'ladi. Ya'ni matematikadan kenguru musobaqasiga tayyorlanyapti. Xudo xolasa inshaalloh yaxshi o'rinlarni olsin deb Allohdan so'rab qolaman. Har bitta bola bilan individualniy shug'ullanishligi yoqdi. Keyin sizni gapingizni ham inobatga olarkanlar. Juda ham mana shu tutorlar menga juda ham yoqdi. Yoshlar o'zi yoshgina qiz bo'lishlariga qaramasdan bilimlari kuchli. Shu maktabda musobaqalarga qatnashib, karatedan ham birinchi o'rinlarni olib keldi. Mana bu ham navbatdagi diplomi. Diplomlari juda ham ko'p o'g'limni. Kichkinaligidan diplomlar olib kelgan. Har xil yo'nalishlarda. Mana bu yerda ham suzish bo'yicha ham 2021-yil. Mana bu yerda ham har doim birinchi o'rinlarni olgan. Mana bugun ham mana bu ham suzishdan 2022-yil olgan. Mana bu esa yana bitta mukofot qo'shildi. Bundan ham katta yutuqlarga erishsang iloyim. Mana bu o'zini ham o'zi sovg'a qilgan. Juda ham odam xursand bo'ladi farzandining yutuqlaridan. Hammaga shunaqa farzandiga yutuqlar nasib qilsin va bundan ham katta yutuqlarga kelajaklarda erishsang iloyim. Kadang-kadang cuma. Ini cek. Ya, lama. Tak kayamur. Anak kayamur. Şunu tutalım bilirsin. Kayatı. Kiyekimunda. Rangini qanaqa o'zgartiradi? Rangini o'zgartiradi. Yanına qo'yadi. Qo'yadi. Qo'yil. Endi nimadir yozib oq, chizib oq. Pastda o'rganyapsan u? Ha. Mana bitta esa tuvotida. Oydiya. Mana tepaga ega. Voy. Mana qanaqa qilsa bo'ladi? Uni unda qo'yasan, unda bossang o'zi bo'lib qoladi. Nima chizmoqchi eding sen? Qos. Yo'q. No. Kraska qaniydi? Mana. Kraskaga kirdingmi endi? Qanchasi endi? Harf chizib ber, harf bilgan harfingni. Shunday. Mashallah. Nima chizdingmi? أنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله فيهن يؤمنن بالله واليوم أرادوا إصلاحا وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان فإن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ومن يتعد حدود الله فأولئك إن طلقها فلا تحل له أن يتراجعا إن ظنا